Endiki mavzu, Liksiyenin devamı hürmetlik vatandaş, Rusya taraf. Amerika'nın oturumu sapılık raketa kuralları şartnamesinden narazı bolğanlığını oylayışıdı. Rusya taraf Amerika'nın oturumu sapılık raketa kuralları şartnamesinden narazı bolğanlığını oylayışını halaydı dep görsetdi mavzulu haber. Onun ayının 23. günü Amerika avazdan Xitay tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington. Rusya haftaning birinchi kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Rusya 1987 yili imzolagan Amerika va Sovetlar ikki davlat o'ttira musofirlik o'ttira va qisqa musofirlik raketa qurollari shartnomasiga munosabatlik o'zaro ayblashlarni o'ylashni xohlaydi deb ko'rsatdi. Rusya Federatsiyasi Bexatarlik komitetining kotibi Nikolay Patlishov Moskvada Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton bilan ko'rishganda bu shartnoma masalasi bo'yicha hamkorlashni xohlaydiganligini bildirdi. Demak, John Bolton davlat bexatarligi maslahatchisi Amerika Qo'shma Shtatlarining Moskvaga bordi. Nikolay Patlishov o'xshashli bexatarlik komitetining kotibi bir daqiqa ichidagidek qo'shildi degan gap. Shartnomada chekinib chiqishga. John Bolton mundaq ko'rsatdi. Agar shartnoma amaldan qoldiriladigan bo'lsa, Amerika Yevropaga o'rinlashtirgan Rossiyaga qartilgan raketa qurollari masalasi to'g'risida Amerika taraf qaror chiqamadi. Bu rahbarlar uchrashishdan 2 kun burun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump ikki taraf tadqiq qiladigan va o'rinlashtira oladigan 500 kilometrdan 5500 kilometrgacha yetib bora oladigan raketa qurollarini cheklash shartnomasi o'rta musofirlik raketa shartnomasidan chekinib chiqadiganligini jakarlagan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarlari Rossiya raketa sinoqlari elib beryotidi. Shartnomaga xiloflik qildi deb izchil ayblab kelgan. Prezident yuqorida ko'rsatgandan keyin Rossiya bu shartnomani oqladi. Prezident Vladimir Putinning bayonotchisi Dmitri Peskov mundaq ko'rsatdi. Amerikaning qarori dunyoni intayin xatar bir holga olib keldi. Rossiya bexatarlik komiteti mundaq ko'rsatdi. Patlishov John Boltonga mundaq dedi. Agar bu shartdan bekor qilinadigan bo'lsa, butkul xalqaroda yadro qurollari kengayib ketish va harbiy qurol yaroqlarni tizginlash sistemasiga og'ir zarba olib keladi. Rossiya Federatsiyasining bayonotiga asoslanib ikki davlatning 2 nafar bexatarlik amaldorlari yana boshqa harbiy qurol yaroqlarni cheklash kelishimini muhokama qildi. Masalan, Nikolay Patlishov bilan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton 2 nafar rahbar muhokama qildi. Yana strategik qurollarni ozaytish shartnomasini, yana 5 yil uzartish planini muhokama qildi. Bu kelishim 2011 yil imzolangan va 2021 yili o'nimdan qolatdi. John Bolton yana Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri bilan ko'rishdi va haftaning 2 kuni Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Kreml sarayining bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika yangidan raketa qurollari yasaydigan bo'lsa, buningga Rossiya javob qaytarishga majbur bo'ladi. O mundaq ko'rsatdi. Rossiya amaldorlari John Bolton bilan suhbatlashib, bu kelishim to'g'risidagi Amerikaning ko'z qarash shuni umid qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Reagan, sobiq Sovetlar rahbari Gorbachev bilan 1987 yil Oqsaroyda Amerika va Sovetlar ittifoqi
İki devlet oturum musafirlik ve otura kısa musafirlik raketa kurallarını çekleş yaki tügütüş şartnamesi imzalagan idi. Rusya Xalqaro Fikir Agentligi Gorbachevning so'zidan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Washington bu ishning nima oqibatga elib keladiganligini tushunmamda. Washington siyosiy o'yin o'ynashga qaytib keldi. Bu Gorbachevning ayni vaqt so'zlagan so'zi ekan edi.